Uyga tuyuqsiz mehmon kelib qolgan vaqtlarda yoki vaqtni tejab qisqa vaqt ichida tomoq pishirishlar to'g'ri kelib qolgan vaqtlarda mush qarmish tamlik Italiya cho'pini eng yaxshi tanlashimizmiki deb qarayman do'stlar. Nimishqa deb so'rsanglar, kitalik materiallar oddiy qorish usuli ko'p vaqt olmaydi. Uning ustiga ta'mimi intayin yeyishlik. Ammo buni qanday qo'raymizki oxirigacha ko'rib birlikda namdoq. Oldi bilan kitalik materiallarni tayyorlab olamiz. Bugun men rak go'sht ishlatdim. Agar sizlar buni yaxshi ko'msanglar, qo'y go'shti yoki kal go'sht ishlatsanlar bo'laverdi. Rak go'shtning tamlik pishish uchun azroq qarmosh, sumay, dengiz tuzi bilan yaxshi aralashtirib tamlantirib oldim. Undan boshqa ketarlik materiallardan ko'k qizil lazab, bosh piyozlarni ko'rsatilgandek qalamchi qilib to'g'rab olamiz. Uyda ma'u seriq lazab bo'lgan-toq bundan qo'shib etdim. Bu muz qo'shmasanglar bo'ldi. Arqadan eng muhim bo'lgan Italiya cho'pimizning qiyamini tanishib olamiz. Bir qachiga 2 qo'shiq shuncho, 2 qo'shiq lovcho qo'yib olamiz. Undan boshqa ko'p miqdorda qarmosh, muvofiq tuz, samsaq talqini, baylishang silib olamiz. Baylishang bo'lmasa samsanglar bo'ldi. Undan boshqa azroq tamdir shirini qiyam berib bitib yaxshi aralashtirib shirini tayyor qilamiz. Arqadan Italiya cho'pini pishirib olamiz. Suvga azroq sumay, tuz berib o'tgandan keyin cho'pni silib, buni 8 minutdan 10 minut atrofida pishirib olamiz. Buni qaynatish uchun qo'yib, yana bir tarafda qo'rimni qo'rishni boshlasak bo'ldi. Arqadan qozonni muvofiq moy qo'yib, moy qizigandan keyin rak go'shtini silib, rak go'sht pishqich qo'rib olamiz. Undan keyin bosh piyozni silib, bosh piyozdan mezlik purq chiqib yumshag'ich qo'rib olamiz. Arqadan tayyor qilib olgan shirinni to'kib, biroq qo'rib, dor-darmekning mezlik purqini chiqarib olgandan keyin lazlarni silib, laz yumshag'ich biroq qo'rib olib, bu arliqda cho'pim pishib tayyor bo'ldi. Endi cho'pni suzib, suvdan o'tkazmay bevositlam qo'rimning ustiga silib, yana 2 minut atrofida cho'pning rangi o'zgargach qo'rib olgandan keyin taqsiga olsak tayyor bo'ldi. Agar erinmasanglar, menga o'xshash mushnadek chiroyli bezib olib, ustiga azroq yeshil rangli ko'k tatlar bilan bezak berib o'tgandan keyin dasturxonga qo'ysanglar, texmi ko'rkam chiqadi. Bugun ishlatgan menga chiroyli bir yurishlikim Nazifaning yulduz yurishligi. Imal qavati berilgan badanga ziyonsiz sog'lom chiqadi.